Galaxy'ning eng oxirgi markadagi telefonlarini ko'rganmisiz? Bu Galaxy Z Flip 7. Eng oxirgi model fliplardan, ya'ni ochilib yopiladigan telefonlardan. Ko'rishingiz mumkin telefon. Men hozir Samsung Galaxy'ni demak Shillimdagi ofisidaman, ya'ni o'zimizda mahalladagi. Bu bo'lsa Z Fold 7, ya'ni Fold telefonlardan eng ingichkasi va eng oxirgisi. Xo'p, men sizlarga hozir mana bu yoqda bor, ko'rsataman. Mana bu Z Fold hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib. Buni ingichkaligiga e'tibor beringlar. Juda. Mana Z Flip 7 ni buni ko'rsatganim. O'shani ichki ochib yopiriladigan nimasi. Ochilgan holat. Xullas shunaqa. Bu yerda mana boshqa ranglilar. Mana metallik setdagi mana bu qizil rangdagilar. Ajoyib. Hozirda даже notebooklar ham demak MacBookdan umuman qolishmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir men sizlarga narxi haqida ham bir qator aytib ketaman, inshaalloh. Hop, demak ko'rishingiz mumkin. Notebooklar. Notebooklarning narxlari bu tomonda bor. Mana bu yoqda AirPods'lar, bu yoqda Galaxy Watch'lar, Galaxy Watch 8 Ultra eng oxirgi modellari. Va bu yerda mana aytganimdek notebooklar.